Bugun yurtimizda yangi tong otmoqda. Mitti giyohlardan tortib ulug'vor tog'largacha shu munavvar tongni qarshi olish istagida saf tortgan. Ular o'z borligini namoyish qilish ishtiyoqida quyosh sari dalpinadi. Biz ham shunday. Har birimizning hayotda, jamiyatda o'z o'rnimiz bor. O'zimizni namoyon qilgimiz, borligimizni isbotlagimiz keladi. Ona vatanning bosh ro'yxatida nomimiz, imzomiz bo'lishini istaymiz. 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralga qadar O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligi ro'yxatga olinadi. Har bir inson va oilaga tegishli ma'lumotlar xatlovdan o'tkaziladi. Ro'yxatga olish bu shunchaki raqamlar emas. Unda bizning orzu, umidlarimiz, taqdirimiz aks etadi. Har bir hudud, mahallaning buguni va ertasiga oid rejalar ushbu ma'lumotlarga qarab tuziladi. Yurt kelajagi xaritasi shu ro'yxat asosida shakllanadi. Bu buyuk xalq safida bor ekanimizni, tarixiy o'zgarishlarda ishtirok etayotganimizni isbotlash uchun noyob imkoniyat. Bu imkoniyatdan unumli foydalanamiz. Songa kirib sanoqda bo'lish ulkan baxt.